Aziz xalqimiz, hammalarga ma'lum o'sha oxirgi kunlarda Taylanddagi qarindoshlarimizniki 48 qarindoshimizniki Xitoy qaytirilish masalasi kun tartibga kelganligiga bizning xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi jiddiy bir tirishchilik ilib bordi. Zaten biz tashkilotlar birligi bo'lish suhbatimiz bilan shu bir ikki yilga jiddiy Turkiya, Malayziya, Tayland va boshqa mushu ishlar bilan tutilganlarni qutqizish uchun harakat qiladigan ba'zi sivil tashkilotlar bilan birlikda bir jiddiy tirishchilik ilib berayotgan edik. Bu hodisa o'tirib chiqqandan keyin bu masalani bartaraf qilish uchun bu Taylanddagi 48 qarindoshimizniki Xitoy qaytarilmasligini kafolatga ega qilish uchun Anqaraga keldik. Anqarada tunigun 13-sizlar seshanba kuni Anqaraga kelib iqtidordagi AK Partiyaningki tashqi ishlar bilan munosabatlik boshqani va boshqa Türkiye parlamentosiningki inson haqlari komitetininki raisi qatorliq Türkiye tashqi ishlar ichki ishlar ministrligiga xalqimizning Taylanddagi qarindoshlarimizninki jiddiy ahvolining jiddiyatini xalqimizning bu to'g'ridagi talab taqozosini yetkazgan bo'ldik. Bu to'g'rida qutqizish uchun ham mumkin bo'lsa eng qisqa vaqtda bu qarindoshlarimizni Türkiye'ga qaytarib akelish nuqtasidan ko'rishishlar ilib bordik. Bunun bilan birga biz Türkiye'dagi turishliq Taylandniki buyuk elchisi bilan ko'rishib, bu masalani ularga xalqimizningki bugungi chekayotgan izdirobini, endişelerimizni kun tartibga akelish va qarindoshlarimizning Xitoyga qaytarib berib bermaydiganligini bilish, bu to'g'ridagi rasmiy bir ularning bayonotini bilish va xalqimizning talab taqozo umidlarini yetkazish uchun ko'rishish talab qilgan edik. Bugun buni Taylandning tashqi ishlar ministrligidan ruxsat elib biz bilan ko'rishdiganligini dedi. Bugun oxiri tashqi ishlar ministrligidan Taylandning tashqi ishlar ministrligidan Taylandning Anqara turishliq buyuk elchisining biz bilan ko'rishishiga bo'ldiganlik ijozat kelganligi uchun bugun hozir mana 14-sizlar çarşamba kuni Tayland buyuk elchiligi chidiq. Heyetimiz men bizningki birlikninki baş katibi Abdurashid Iminacı, baş katibi yardımcısı İbrahim Sidiqoğlu, üçümüz hazır Tayland büyük elçisi bilan ko'rishdik. Ko'rishib bizningki xalqimizningki umid arzularını, endişelerimizni kun tartibga keldik. En qisqa vaqtda qarindoshlarimizningki Türkiye'ga qaytarib akelish nuqtasidan Tayland hukumatining insoniy shafqat, insoniy qimmat qarash yuzasidan bunga rioya qilgan holda bu qarindoshlarimizni bu yerga topshirib berishi, bu jarayonda aşağıdaki turayotgan qarindoshlarımızning hal ahvolining yaxshilanishi, Uyg'ur heyetininki ularni ziyorat qilishi qatorliq yana nurg'un muhim masalalarni kun tartib qildik. Buning hammasiga nəhayət yaxshi bir javob olgan bo'ldik. Bu to'g'ridan tashqi ishlar ministrligining alohida bizga yetkazishni talab qilib avatgan bayonini bizga o'qib berdi. Uning ichida asosan Taylandningki bu Uyg'urni hozir Xitoyga qaytarish to'g'risida hech qanday bir qarorining yo'qligi, Tayland inson haqlariga favqulodda diqqat qiladiganligi, Xitoyga o'xshash shunda insonlarni o'ltiradigan, idam qiladigan va boshqa qishnaydigan davlatga artıq bularni berish Tayland qonunidami cheklanganligi qatorliq nurg'un yaxshi fikrlarni o'tirib qo'ydi va bizning bu talablarimizni eng qisqa vaqtda bizga javob qiladiganligini dedi. Inshaalloh biz yana bulamamiz. Yani biz şu bir ikki yilning ichida Türkiye devleti, Malezya ve Türkiye'deki şu esir ve tutulup turgan mazlum milletini qo'g'daydigan, qutqizadigan dairede hareket qilayotgan ba'zi bir tashkilotlar, ommaviy tashkilotlar bilan bir faoliyat ilib borayotimiz. Tayland Shayxul Islom Tayland Shayxul Islom idorasi bilan yaqindan munosabat ilib borayotimiz. İnşallah bazı gaplarni hozir diyemey qolamiz, chunki qarindoshlarimizninki qo'g'dilishi va qutulib chiqishi uchun ularning salomatligi va bu ilib berayotgan tirishchilikning amonligi uchun ba'zi gapni diyemaymiz. İnşallah hammalardan duo va qo'llab-quvvatlashini istaymiz. Eng qisqa vaqtda bu qarindoshlarimizni qutqizgan bu hozirgi buyuk elchi bilan ko'rishishdan sirt yana boshqa intayin sezgür bir şekilde ilip verilayotgan faaliyetlerimiz var. İnşallah bunun hoş hayırlı olup çıkışını Allah Teala'dan dileyimiz. Hazır qarindoshimiz Abdurashid Iminacı'nın biraz bazı tafsilatını verişini
talep kılımın. Assalamu alaikum halkımız. Biz ben kısqala bugünkü Tayland büyük elçisi bilen küreşken vaqtda ularning bizga yetkazgan uchurni sizlarga yetkazib qoldim. Taylandninki baş elçisininki Tayland Tashqi ishlar ministerligidan olgan javobi bo'yicha birincisi bu Uyg'urlarninki Xitoyga qaytarilishiga aloqador hech qanday bir qaror yoki bu vaqtda bir iradening yo'q ekanligi, Tayland hökumətininki hər vaxt bu məsələdə özününki bir müstəqil dövlət buluşu bilan birgə Tayland hökuməti bu Uyğurlar haqqında qərar alğan vaxtda birincisi Tayland hökumətininki müstəqil siyasi iradəsi və Tayland hökumətininki əsasi qanunu, xalqara insan hüquqları və şuningdək Tayland hökumətininki hər qaysı orqanlarını ki kararları ve ulanınki belgen uçurları asasında karar aldığı ve Tayland hükümetininki hiçbir zaman kaytırılgan kişininki öz devletinde ölümge, yok söğütülüşke ya ki azapka uçurgan ahvalası da hiç kimni başka devlette kaytırmaydığı Uygurlar meselesi de mi bu prensipli asasında hareket kılıdığını ve şunun Tayland'daki Uygurlarınki yaşayış muhitinin yaxşılınışı, psikolojik yardımge, erişişi ve başka her xil şekilde takım yaxşı bir şəraitə erişişi və şundaqla tez müddətdə üçüncü bir dövlətə qaytırılışı üçün ularning mı əlbəttə ümid qılıdığanlığı şundaq bir işdən buluş üçün bunun üçün mü hər vaxt uçuq iradədə ikənligini bildirdi. Bu şunu xalqımızga bildirishki maqsadımız xalqımızdaki Taylanddagi Uyğur qarindoshlarimizdagi ahvoldan endish qilishi hər vaxt to'g'ri. Ama bu endişede neticesi de biz Xalqara Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi buluşumuz bilen menfaatlik ve ünümlük bir hareket edip durayotganligimizni ve Tayland hökumetining bu hareketler neticesi de diyalogga, paranglashishga ve Uyg'urlarning meselesini to'g'ri bir uslubda hal qilishga uchuq ekanligini xalqimizga bildirish, xalqimizni xotirjam qilish uchun